Ba'zida menga yomonlik qilganlarni ham Alloh uchun kechiraman. Ularni sharmanda qilishga yetarli dalilim bo'lsa ham tiyilaman. Shunday odamlar borki, hayotda maza qilib yashaydi, birov bilan ishi yo'q. Ayamay yomonlik ham qilishi mumkin. Tavba qilgan kishini Alloh kechiradi. O'sha dilozorlar qachondir tavba qilib, Allohning marhamatiga erishishi mumkin. Mayli shunday bo'lsin. Lekin esini tanibdiki, yaxshilik qilganlar Xudodan qo'rqqan jabrdiyda mazlumlarcha. Yaxshi insonlarni ham aslida yomon bo'lgan, lekin o'zgargan insonlarni ham darajasi bir xil bo'ladimi shunda, deb savol yo'llabdilar. Demak, u kishini savoli, insonlarning hayoti har xil. Kimlardir ertaroq, kimlardir kechroq tavba qiladi. Shular darajasi bir xil bo'ladimi? Ba'zilar zulm qiladi, mazlum bo'ladi, zolim bo'ladi, keyin tavba qiladi. Demak, Alloh taoloning adolat tarozisi bor. Buni hammamiz yaxshi bilamiz, iymon keltiramiz bu narsaga. Inson yaxshilik qilsa dunyoda ham oladi uni mukofotini. Lekin bu qisman bo'ladi. Oxiratda to'liq oladi. Yomonlik qilsa yomonligini ham jazosini ko'radi dunyoda. Lekin oxiratda to'liq bo'ladi u jazo. Endi dunyodagi amallarimiz har xil bo'lganiga yarasha oxiratdagi darajalar ham har xil. Hadis shariflarda keladi. Jannatda 100 ta daraja bor deyiladi. 100 ta daraja qarang. Bir daraja bilan ikkinchi darajani o'rtasi yer bilan osmoncha farq qiladi. Xuddi yulduzlarni tomosha qilayotganda tomosha qiladi. Bu shunchalik farq qiladigan darajalar bor. Ya'ni bu hozir savolda aytilganidek, yoshligidan ibodat qilgan bor, Alloh uchun ixlos bilan ibodat qilgani bor deylik. Zolim bo'lib keyin tavba qilgani bor. Bu Allohning o'zining hikmati, insonlarni bir-biri bilan sinaydi. Lekin o'sha qilganiga yarasha ularda hammasini o'zining darajalarini qo'yib, hattoki do'zaxda ham darajalar bor. Bu nafaqat jannatda darajalar, azobda ham o'sha yomonlik qilganlarda ham darajasi bor. Kimdir kamroq, kimdir ko'proq. Hadis shariflarda aytadi, do'zaxda eng past darajasi bu oyog'iga, o'sha bandani oyog'iga olov kavush kiydirib qo'yiladi, o'shani issig'idan miyasi qaynaydi deyiladi. Bu hadisdan bilamizki, demak do'zaxda ham azoblar darajalari bor. Bu savolda kelgan narsa shu hech qachon hech narsa bekor ketmaydi. Savoblarni kamitib qo'ymaydi, gunohlarni qo'shib yozilmaydi. Hamma narsa adolat bilan bo'ladi. Buni ustiga oxirida aytgan gaplari o'sha barobar bo'lish bo'lmaslik ma'nosida. Lekin yana bitta narsani bilishimiz kerak. O'sha tavba qilgan, oldin yomon ishlar qilib tavba qilganlarning ustidan odam o'zini ustun bilish, ularda Alloh tavbasini qabul qilganini yomon ko'rish degan narsa bo'lmas kerak odamda lekin. Va Allohning o'zini bandalari o'zini mulki o'zi bilganday tasarruf qiladi. O'zi bilgan hikmatlar bor bu yerda. Balkim haqiqatan o'sha tavba qilgandan keyin chin musulmon bo'lib ketadi, ixlosli odam bo'lib ketadi. Uni biz yomon ko'rmaymiz. Allohning o'zi biladi. Shuning uchun u odamlarni ham qalbdan yomon ko'rib, ularni past sanab yoki Alloh ular tavbasini qabul qilganini yomon ko'rishga olib borib qo'ymas kerak bu tushunchalar.